Avvalambor bugun nafaqat bizni viloyatimizda, balki jonajon O'zbekistonimizda juda katta Navro'z bayrami nishonlanmoqda. Umuman mana shu Navro'z arafasi ham bir bayramlarga, tadbirlarga boy bo'ldi deb baralla ayta olaman. Chunki birinchi navbatda Ramazon hayiti mana kecha nishonlandi. Bundan oldin mana muhtaram prezidentimiz tomonidan Islom sivilizatsiya markazini, shuningdek Imom Buxoriy majmuasini ochib berdilar. Bu o'zbek xalqi uchun, tariximiz uchun bir juda katta bir haykal qo'yildi deb aytsak to'g'ri bo'ladi. Albatta o'zbek xalqining kelajagi uchun, yoshlarimizni ma'naviyati uchun, bizni g'ururlanishimiz uchun ham bu juda katta bir meros qoldirilyapti. Men fursatdan foydalanib mana shu bugungi Navro'z bayrami bilan butun sirdaryoliklarni o'zim nomimdan, viloyatimiz faollari nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Albatta Navro'z men uchun ham, sirdaryoliklar uchun ham hayotimizda bir yorqin iz qoldiradigan bir bahor bayrami hisoblanadi. Chunki ota-bobolarimiz eskitdan Navro'z bayramida ekinlar tikilgan. Shuning uchun ham yangi dehqonchilik yili deydi. Dehqonchilik barakali bo'lish uchun qo'l ko'tarib duolar qilishadi. Ilohim mana shu 2026-yilgi dehqonchilik yili ham Sirdaryo uchun ham, viloyatimiz uchun ham bir barakali yil kelsin. Umuman Navro'z bayrami eng bir go'zal, shukuhli, qadriyatlik, bir ma'naviyatlik, o'z-o'zini anglaydigan, bir-birini hurmat qiladigan, bir-birini kechiradigan bir yaxshi bir bayram deb bilaman. Shu nuqtai nazardan bu bayram eng qo'hna bayramlarimizdan biri. Shuning uchun yana bir bor Navro'z hammaga muborak bo'lsin.